Bugun Lable bo'yicha kursimizning 3-darsini boshlaymiz. 3-dars. Eski darsda promptlar bilan o'zgartirish va yangi narsalar qo'shishni o'rgangandik. Bugun o'shani yaxshiroq qilishni o'rganamiz. Dizayn o'zgartirishda birinchi oddiy vizual sozlamalardan boshlash kerak. Ranglarni almashtirish, o'raliqlarni moslash, shriftlarni o'zgartirish yoki tugma uslubni yangilash. Bularning barchasi oddiy tavsiflash orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, header fon rangini ko'k rangga o'zgartir, bo'limlar orasidagi masofani oshir. Bu labelga bu narsani jo'natganingizdan keyin bu sizlarga o'sha vaqtda o'zida o'zgartirib beradi va sizga ko'rish imkonini beradi. Keyingi o'zgartirishlar bu yangi bo'limlar qo'shish. Agar yangi kontent bo'limlar qo'shmoqchi bo'lsangiz, bo'lim turi va u qayerda joylashini tasvirlab berishingiz kerak. Hero bo'limidan pastga mijozlar fikrlari bo'limlarini qo'sh. Bu yerda aytilgan o'sha mijozlar fikrlarini qo'shish, qayerga qo'shishligi, qaysi bo'limi yoniga yo pastiga qo'shish kerakligi ham aytilgan. Shu ko'rinishda yangi kontent bo'limini qo'shamiz. O'sha mavzuga mos bo'lgan gaplar bilan to'ldirib qo'yadi. U gaplarni qanday o'zgartirishni oldingi darslarda ko'rib chiqqanmiz. Xo'p, davom etsak, layoutni o'zgartirish. Keyingi qadam sahifadagi kontent qanday ko'rinishda joylashtirishni o'zgartirishdir. Siz bo'limlarni joyini almashtirishingiz, ustunlar sonini o'zgartirishingiz yoki elementlarni joylashuvini sozlashingiz mumkin. Xizmatlar 3 ustunda ko'rsat, narxlar mana fikrlar bo'limidan yuqoriga ko'chir. Shunaqa o'zgarishlar qilishingiz mumkin. Prompt yozib turib, keyin kontentni yangilash. Yana bir muhim imkoniyat, vaqtinchalik matnlarni o'zingiz haqiqiy kontentingiz bilan almashtirishingiz mumkin. Sarlavhalarni o'zgartirish, tavsiflarni yangilash yoki tugma matnni o'zgartirishingiz mumkin oddiy prompt bilan. Lekin men oldingi darslarda o'rgatganman, vizual o'zingizlar o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Prompt bilan o'zgartirsanglar ancha aniqroq chiqadi. O'shaning uchun ham prompt bilan yozishinglarni tavsiya beraman. Oxirida mayda detallarni o'zingizlar ishlar davomida o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni shrift o'lchamlarini o'zgartirish, oraliqlarni o'zgartirish, chegaralar qo'shish, chegarani qalin yo ingichkaligini qo'shish, tugmalardagi hover effektlarni o'zgartirish yo yana qo'shish, unda hoverlarni o'sha kabi o'zgartirishlarni o'zgartirishinglar mumkin. Kichik o'zgarishlarni jamlab, saytinglarni yanada takomillashtirasizlar. Buni label o'zida ko'rib chiqsak, Mijozlar fikrlari bo'limini qo'sh. Nima qo'shmoqchiligimizni yozamiz. Keyin qayerga? Bu hero section deyiladi. Mana shu hero section dan pastki qismiga. Bizning saytimizda header qismi yo'q ekan. Header qismini qo'sh va tugmalarga sal qalinroq border ber. Yani qanday o'zgartirish qo'shishimiz mumkin. Xo'p. Bu rasmlar vertikal sal ko'proq joy olyapti. Buni ham biz o'zgartiramiz. Ishlarim bo'limidagi rasmlarni gorizontal bir qator qil. Keyin shriftni o'zgartiramiz. Yozuvlarini yozma ko'rinishga o'tkaz. Adashmasam bugun o'rgangan barcha promptlarimizni bitta promptga qo'shdim va bu promptni yuboramiz. Allaqachon jarayonga o'tdi. Biz aytayotgan promptlar bo'yicha ungacha biz xulosalarni ko'rib chiqsak, promptlar yordamida dizayn uslubini o'zgartirish, yangi bo'limlarni qo'shish, layoutlarni sozlash va kontentni yangilash mumkin. Ishni bosqichma-bosqich olib boring. Avval umumiy o'zgarishlarni boshlang, keyin esa qo'shimcha promptlar orqali aniq va mayda sozlamalarga o'ting. Biz o'sha promptlar bilan o'zgartirishlarni boshladik. Hozir qanaqa o'zgartirib berganini ko'ramiz. Ana bizga header bo'limini qo'shdi. Bu bo'limdagi sal qalinroq bo'lgan chegaralarni ham qo'shdi.
tugmasidagi pastga tushsak, mana tanlangan ishlarim. Bu ishlarni gorizontal biz aytgandaqa bir qatorga qo'shib berdi, yozuvlarini yozma ko'rinishiga o'tkazdi. O'zingizlar xohlagan ko'rinishda shriftlarni o'zgartirishinglar mumkin. Bo'limlarni qo'shishinglar mumkin. Rasmlarni ham o'zgartirishni keyingi darslarda o'rgatib boraman. Bu dars tugatib bo'lgandan so'ng mashqlarni bajarishni unutmang.